Nursulton Ro'zboyev o'zbek jangchilarini Oktagon ligasini boykot qilishga chaqirdi. Odilxon Kamalov va Erkabulan Toktar mojarosi nihoyasiga yetdi. Odilxon ligada boshqa jang qilmoqchi emas. Assalomu alaykum ag'ayin. Bugun Qozog'iston men O'zbekistonning talqilab Qozog'iston blogerlari ham ijtimoiy tarmoqda murojaat bilan chiqishdi. Video davomida barchasi haqida batafsil bilib olamiz. Video barchaga keng tarqalishi uchun like bosing. Biz boshladik. Ushbu video Vanix kompaniyasi tomonidan tayyorlandi. Sport o'yinlaridan pul ishlab olishni xohlaganlarga video kommentariyasidagi ishonchli omad silkasini eslatib o'taman. UFC, futbol va bir qancha sport turlaridan pul ishlab toping. Buning uchun video kommentariyasiga o'tib, ro'yxatdan o'ting. Saytdan ro'yxatdan o'tib, hisobingizni xohlagan summaga to'ldirsangiz, depozitingizga qo'shimcha 3 million so'm bonus qo'shib beriladi. UFC jangchisi Nursulton Ro'zboyev o'zbekistonlik sportchilarni Qozog'istonning Oktagon ligasida qatnashmaslikka chaqirdi. Bu haqida Sport News Qozog'iston nashri xabar bermoqda. Ro'zboyev ushbu mojaroni Instagram sahifasidagi jonli efir davomida yo'lladi. Sportchi Olmaotadagi Oktagon ligasi matbuot anjumani oldidan sodir bo'lgan janjal sabab ushbu qarorga kelgan. Qozog'istonlik jangchi Erkabulan Toktar o'zbekistonlik Odilxon Kamalov bilan tortishib qolib, to'satdan unga shapaloq tushirgan. Ushbu hodisa aralash jang san'ati muxlislari va jamoatchilik orasida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Ayrimlar bu voqea rejalashtirilgan harakat bo'lishi mumkinligini taxmin qilishdi. Jumladan, tojikistonlik jangchi Kamil Karate ushbu voqea Toktar va Kamalov o'rtasidagi 3-jangga bo'lgan qiziqishni oshirish uchun uyushtirilganini ta'kidladi. Oktagon ligasi mojaro yuzasidan tezda munosabat bildirdi hamda sportchilarga qat'iy chora ko'rdi. Toktar va Kamalov 6 oyga musobaqalardan chetlashtirildi. Video davomida barchasi qanday boshlandi va tugaganini ko'rishingiz mumkin. Bu oxirgi video. Bilasizlarmi, Toktarning kecha qiliqidan hayron bo'lmadim. Sababi oldin ham xuddi shunaqa holat qilgandan keyin "Bavrim, kechir" deb Alloh uchun kechirim so'rab kelgani uchun menda vaziyat bo'lsa ham men unga qaytarib zarba bermaganman. Sababi men bor edi. Yashab qolishim, boshqa qilishim, mana shuncha odam turibdi. Liga kutib kelish bu itga emas. Menimcha bunaqa shakallik buni qonida. Sultan mas'uliyatsizlik qilib vaziyatni hisobga olmagani aybi, meni esa aybim unga ishonganim. O'zbek millati, o'zbek millati o'zimizdagi odamlar sizlarni praf ekaninglarni, seni praf ekaningni bir ko'rishsin ular. Endi menimcha men kerak emasman. Endi sizlarning yangi proyektinglar bor. Sizlar nima desanglar qiladigan odamlar bor. Toktarni men bilan qayta urushishga duxi yetmaydi. Agar ovqatimga bir narsalar qo'shib berib o'tgan safargidek yoki bir qanaqadir bir xeyterlik qilib ilojini topmasa 5 raund jangga buni yuragi yetmaydi. Shunday ekan, meni bu ligada boshqa qiladigan ishim qolmadi. Shunday ekan, ajoyib voqealar oldinda. Biz mehnatda davom etamiz. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Assalomu alaykum ag'ayin. Bugun Qozog'iston men O'zbekistonning talqilab atqani mana bo'lgan kishigirim bir insident. Mınalardan istep atqanim bildim durus emas. Biz Qozoq, O'zbek, o'z agam degan biz bağırımız, biz Türkbiz. Akening av shet jaqdan jov kelsa biz tutas bir kuch bo'lатын, mıқты bir memleketga aynalamız. Qirg'iz, Qozoq, O'zbek biz bärimiz bir tuğa, biz Türk xalqmiz. Bizning tübimiz bir akesini av qayga barsan o yoqqa bar. Biz tübimiz Türk. Bärimiz bir Türkten tarağamızda. Endi jigitler mına hayıp қазір boydың бәрін, төбелестің бәрін қалай организовать етіп жатыр. Осындай хайыптар арқылы, осындай хайып жаңа шапалақ ұрғызып жібереді. Ертең күні бүкіл Өзбекстан, Адилхан дейді, бүкіл Қазақстан Еркебұлан дейді. Жігіттер, сендер мына істеріңмен екі халықтың ортасында от сабатсыңдар. Бүкіл блогерлер, сендердікі анау дұрыс емес, мынанікі дұрыс емес деп екі жаққа бөлініп алды да. Шешесіне рахмет, ешқайсысыңдікі дұрыс емес. Бұлар хайп қуып жатыр. Бұлар байетістер. Бұлар солай шоу көрсетеді. Со арқылы ақша табады. Енді басқа блогерлер айтып жатыр, шеше, үйтші береміз, бүйтші береміз, мынаяққа кел, анаяққа кел. Ағайындар, құрметті халық, Өзбекстан халқы, Еркебұланның жасаған ісі үшін мен сіздерден басым дейіп кешірім сұрайым. Бірақ, құрметті қазақ елі, мынау дұрыс емес нәрсе. Бұл спортшылар, оны анау біреу ананікі дұрыс, мынанікі дұрыс дейді ғой. Бұл жаңағы спортты ұйымдастырып жатқан адамдардың жасап отқан нәрсесі.
сол қызық болсын ертең бой. Сіздер осындай нәрсе жасау арқылы екі ұлттың ортасына от салып жатсыздар. Ойынан от шығады, шешеңе рахмет. Ойнасаңдар басқа нәрсемен ойнаңдар. Кеше анау қырғыз бауырларымызбенен Астанада көкпар болғанда да дұрыс емес нәрсе болды. Сол үшін мен айтам, екі ұлттың ортасына дұрыс емес нәрсе сыйлайтын, дұрыс емес нәрсе кіргізетін нәрсе мүлдем керек емес бізге, шешесіне рахмет. Біз бауырмыз, біз бірбіз әкесінің ауы. Бойдан садаға кеткірлер.